Assalomu alaykum, qadrli Imronbek Discord'dagi biznes kanalining obunachilari. Hammalaring yaxshimisizlar? Bizlarda Xudo xolasa o'rdaklarimizga mana shunday joylarni qildik. Videolarimizda ancha o'zgarishlar katta bo'ldi. Mana shu yerda keng hovli bo'ladigan bo'ldi. Balki hozircha keyin mana shu yerlardan bo'lib bitta bo'lamiz. 3 ta xona bo'ladi. Uni toza qora boshlarni, xo'roz makonni ajratamiz. Buni hashaklarni alohida qilamiz. Keyin oppoqlarimizni alohida qilamiz, xudo xolasa. Alaykum assalom. Quyonlarimiz hamon ikkinchisiga ko'p eshgan yo'q, lekin somon toshi bo'lib o'qib nima qilyapti? Qani, balki bir kun yangilik bo'lib qolar. Joylarni o'zgartirdik, tozaladik, chiroyli joylar qildik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Ancha kengaytirib joylar o'zgartirdik. Shuncha kun mehnatlar bilan masjidlarda mana tekis joylar bo'ldi. Qumlar bor edi, hammasini tekisladik. Biz mehnat qildik. Sehrli tilagimiz mana. Ana oqbosh bir zotdormi, hasakimi, ama katta o'rdak. To'g'imiz tuxumda. Mana bu hali kichkina o'qidamiz, sehrli tilakka o'xshab katta xo'roz bo'ldi mana. O'zgarishlari zo'r, chiroyli. Aqloqlarimiz 5 ta qo'ygan. Bular ham bosyapti bir-birini. Xo'rozlari yaxshi. Yaxshi yangilik. Bugunlar tuxumni boshladi. O'g'li bitta tuxum turibdi. Biz ham o'rdaklarimiz tuxumga kirdi. Mana ularni katta qilganmiz. Sharoitlarimizni o'qib. Ularimiz hashaklar, oqboshlar. Shularni ajratamiz, xudo xolasa. Xo'p, qora boshlarni alohida, qora bosh makon xo'rozdan alohida bitta katakka, tagiga somon, apilka tashlab chiroyli toza boqishga qilamiz. Ular hashaklarni, uni oqbosh hashaklarni alohida bitta, keyin oppoqlarni alohida qilamiz, xudo xolasa. Tez kunlardan shuni harakatida yuribmiz. Uni ham qora bosh. Ozgina shu qonni aynagan ekan shekilli, shu bitta bor. Shunchalik bo'lar balki. Lekin toza qora boshlar mana shular. Go'zalligini qarang, tiniqligini qarang. Bular endi hashaklar. Baribir go'zallik bo'lmaydi keyinchalik hashaklar, ularda chiroyli go'zallik bo'ladi. Shu ikkalasi ham bosib qoldi bir-birini, yaxshi tuxumga kirib qolsa kerak. Ertaga to'kilgan donlar beraveramiz. Ha, beraveramiz. Ular ham qora boshlar. Imronbek uni o'rdakni hozir ipni nima qilib toplashan, katta ip. O'rdakni. Hop. İpi bilan birga yuribdi. Makonlarimiz asosan tulak. Qora shahzoda. Qora shahzoda onamisi. Ha, buni. Xullas, bizda shunaqa gaplar. Mana shu katagimizni mana shunday kengaytirib sitkalar tortib kengaytirdik. Balki ichida bir kunda amar tomonlarni bekitamiz. O'nni aylantiramiz. Mana shu ana xo'roz. Chiroyli xo'roz bo'ldi. Shu ana. Shunaqa gaplar. G'ildiqlarimiz ham bosib qoldi. Bular ham tuxumga kirib qolsa kerak tez kunda. Ammo yoshlikqa baribir tez tushib ketyapti. Bilmayman. Bahorga chiqib, xudo xolasa bizda tuxumlar va jo'jalar serum bo'ladi inshaalloh. Bo'ldi, qo'yib qora bosh hashaklar aralashgan. Mana to'g'ri olib keldim. Mana o'zimiz tovuqqa o'xshadi desam, mana boshqa tovuq shekilli. Tuxum qo'ymayapti, tuxumini yeb qo'yapti shekilli, ular tushunib bo'lmayapti. Hali 15 ming arzon olib keldim. Yaxshi ekan. Oqdan zot olish kerak, go'zallikni qarang.
Bo'g'ib alohida dasturxonasini qilamiz. Yana bir ikkita tulak makin olamiz, chunki ikkitada xo'rozimiz. Xo'rozimizga to'g'ri kelmaydi ekan. Bitta bo'lsa. Sen aldın yine. Ana var. Seçtim. İşte hali ham zo'r. Halen Har xil taomlar, yaxshi shu donga kirgizilgan, tuxum kirgizilgan yemlar. Mana bu makkani otamiz. Yeb bo'ldi. Qoyil. Xullas do'stlar, bizni kuzatishda davom eting va bizlar xudo xolasa shunaqa yangiliklarni qilib tashlab turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.